Hamma qo'sh soladi, kompamid soladi, boshqasi soladi. Tuproq tarkibi. Mana buning ustimizda ko'rgazmasi. Akesda ishlanmalar, yangi ishlanmalar, ko'rgazmalar. Ustimizda jamoasi ham ustimizda olib borgan ishlar bo'yicha ishlanmalar olib kelib, o'sha fermerlarga tushunchalar berish, asoslangan xizmatlarni ko'rsatish bo'yicha tushunchalar ishlab kelganmiz. Fermerlar uchun nima bo'ladi bu yerda bizdan tashqari yana boshqa tashkilotlar ham kelishgan bilan hamma o'z ishlanmalari bilan ko'rsamadik. Mana bugun universitetimiz bilan Kesi agromarkazlarda ko'rgazmadamiz. Institutimiz jamoasi. Bahrom domla taassurotlar qanday ko'rgazma bo'yicha? Taassurotlar juda yaxshi bo'lyapti mana. Ilmiy tadqiqot ishlari bo'yicha buni ham narxini Ishlanmalar, olingan patentlar mana institutimiz juda ham ilg'or ilmiy ishlar bilan shug'ullanib mana o'z ilmiy faoliyatlarimizda mana ko'rgazma tashkillashtirilyapti. Ko'rgazmada o'zimizda in vitrodan chiqqan o'simliklar, batat, kartoshka, vikani bir qancha navlari olib kelingan. O'simliklarning o'sishini boshqarish xususiyatiga ega bo'lgan fiziologik faol moddalar asosida tayyorlangan preparatlar, kompleks preparatlar mana olib kelingan. Preparat komplekslarni bularni bu yerda reklama qilib turib, ishlab chiqarishga joriy qilish bilan shug'ullanish maqsadida olib kelganmiz. In vitrodan chiqqan o'simliklar mana gilos mollarniki olib kelingan, in vitrodan chiqqan regenerasiya hujjatlari. O'ylaymanki, bugungi ko'rgazmamiz mana bularning chiroyli va go'zal tarzda o'tadi. Islom domla.